Hammaga assalomu alaykum do'stlarim. Sizlar bilan mana shu UZB Gamer do'stlar. Xullas, bugungi videoroligimizda sizlar bilan maza qilib Mobile Legends o'yinini o'ynashga harakat qilamiz. Albatta, yaxshilab joylashib olgan bo'lsanglar, qani biz videomizni boshlaymiz bolalar. Bu o'yinni qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, xullas 5 ga 5 o'yin bo'ladi. Xuddi Dotaga o'xshab, bu mobile versiyasiga o'xshash anchagina. Bu yoqda liniyalar bor, bu yoqda rang ko'tarishlar bo'ladi. Hozir biz rangli rejimda o'ynaymiz. Bo'lmasam sizlarni kuttirmasdan boshlaymiz. Qani ketdi. Do'stlar, mana yangi yil kirib kelishiga ham ozgincha qoldi. Bugun уже 30-dekabr, albatta 2 kundan keyin, 1 kundan keyin уже yangi yil kirib keladi bolalar. Yana bitta narsaga javob berib o'tadigan bo'lsam, yana yo'q bo'lib ketdim do'stlar. Bu bilasizlar, kanalimizning bir asosiy emas, endi shunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin bolalar. Ko'p bo'lib turadi ham, lekin biz har doim qaytganmiz, bilasizlar. UZB Gamer is comeback bo'ladi. Xullas, UZB Gamer har doim qaytadi. Bundan keyin ham qaytadi bolalar. Mana endi qaytib sekin video olishni boshladim. Chunki bunga yana o'sha sabab, o'qish sabab bolalar. Ingliz tili o'rganyapman, russkiy o'rganyapman, rus tili o'rganyapman, to'g'ri qilib aytganda. Xuddi shunaqa bolalar. Hozir mana o'yinimizni boshlab oldik. Bizga les liniyasi berildi. Bu yoqda endi geroy tanlanadi. Hozir biz qaysidir geroyni ban qilishimiz kerak. Bu yoqda biz Gluni ban qilib bo'ladi. Hop. Gluni ban qilishibdi, ular ham biz ham ban qildik. Ularga ham geroyni ban qilishni so'rab ko'ramiz, balki qilishadi. Yaxshi qilishdi. Xo'p, endi sekin ularni pikiga qarab, ya'ni qaysi odam olishiga qarab biz geroy tanlaymiz. Mana asosiy o'ynaydigan geroyimga ban berib qo'yishdi. Mana bu birinchisi turibdi, o'ng taraf tepada, Lancelot geroyida. O'shanga ban berishgani uchun ololmayman hozir. Pakitoni pik qilishdi, yomon emas. Endi biz pik qilamiz, ya'ni geroy tanlaymiz. Xo'p, kimni pik qilishar ekan bizga deganlar? Ko'ramiz. Sizlarga agar Mobile Legends qiziq bo'lsa, albatta o'tkazib o'ynab ko'ringlar. Anchagina qiziq o'yin. Xo'p, Leonard pik qilishdi, Kaditani pik qilishdi. Yomon emas, Leonard ham atak tushib ketaveradi XP-ga. Bu yoqda Obsidian, Siklop olishmoqchi. Xo'p, ko'ramiz kimni pik qilishadi. Siklop. Belrik. Swap so'rab ko'ramiz. Swap berisharmikan? S5 swap deb yozaveramiz. Hop, bizning roomimiz odam tanlab turibdi. Biz Fredrin olsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Xo'p, bo'lsa Fredrin pik qildik. Ko'ramiz endi bu yog'iga. Afsuski skinimiz yo'q. O'z akkauntim unchalik zo'r emas. Julianni pik qilishmoqchi hozircha. Qilishdi. Xo'p, ularni S5 nima geroy olar ekan? Ko'ramiz. Menimcha Room qoldi. Roomga Hilda. Yaxshi geroy, ancha agressiyasi bor personajlardan bittasi. Bizani hozir bitta emasga tushunmadim, to'g'rirog'i Franko olganiga. Endi Franko ham yomon personaj emas-ku, lekin baba bitta odamga kontrol berishi bu yaxshi emas. Xo'p, adakamiz menimcha AFK bo'lsa kerak. Yo'q, AFK emas ekan. Xo'p, bo'lmasam o'yinni ko'ramiz. Match skori начнется 18 sekund. Sekin o'tib bormoqda va o'yin boshlanadi bolalar. Unchalik zo'r o'ynolmayman, lekin harakat qilamanki, yaxshi o'yin ko'rsatib berishga sizlar uchun. Bo'lmasam boshlandi bolalar.
Ularning piki ham yomon emas, bizning pikimiz ham yomon emas. Men bilemalarim to'g'rimikan ish qilib ko'raychi. Bu meniki emas, meniki. Yana yaxshi. Pakito gibrid yig'masa kerak menimcha. O'yinimizni boshlab oldik, bolalar. Qani bo'lmasam bizga omad. Yutishimizga ishonaman. Frederin ham anchagina yaxshi personaj. Lesta o'zini zo'r ko'rsatib kelyapti. Hozir bu gaplarim ko'pchilik tushunmasligi mumkin, lekin Mobile Legends o'ynaydiganlar aniq tushunadi. Bu yerda bizga agressiya qilib kelyapti. Mana agressiya qilyapti bizga. Lekin bizning Frankoyimiz shunga qaramasdan ketib qoldi. Bilmadim nimaga. Jinnimi u? Hozir bizani o'ldiradi aniq. Bizni o'ldirib o'ra qoldik. Smite bosib o'ra qoldim chunki oy. Bu yerdan Pakito ham kelib qoldi. Ancha bizga agressiya qilishdi, lekin bu yerda tirik qoldik. Bu yaxshi o'lib qolmaganimiz bir tarafdan o'zimizga yaxshi bo'ldi. Lekin ancha qiyin bo'ldi hozir bilgan bo'lsanglar menga. Yaxshi ham o'lib qolmadim. O'lib qolsam farimdan qolib ketishim aniq edi. Yaxshi ham o'lganim yo'q. Endi farm qilib to'rimizni ochib olishga harakat qilamiz. Anchagina agressiya qilib tashlashdi, lekin mayli deymiz, bolalar, nima ham deymiz boshqa. Mayli deymiz. Hozirchalikka mayli. Lekin sal asabimni buzdi boshidan. Hop, yaxshi. Hozir yana o'ldirdik. Endi Cherepaxa tomon boramiz. Bu yerda vazonni hech kim olmabdi, lekin biz olib qo'yamiz. Mana bu Jule bo'lyapti. Pakito bilan Leamort hozircha yaxshi ketishyapti. Hech qanaqa o'lishgani yo'qmi? Yo'q, Leamort 2 marta o'lib ketib qopti. Bizga Leamort chiqib ketdi, Leamortimiz chiqib ketdi, afsuski. Hop. Pakitoga farm berilibdi anchagina. Bu juda ham yomon biz uchun. Leamortimiz AFK bo'lib chiqib ketib qoldi. Endi ko'ramiz o'yin nima bo'lar ekan, lekin hozir AFK bilan o'ynaymiz, bu qiyin bo'ladi aniq. Men bu yerda Juli bizani ko'k buffimizni olib ketib qopti, afsuski. Chunki bu Rome e'tiborsizligidan, Xp'ning e'tiborsizligidan bo'ladi. Yaxshi ham qizilimni olib ketmagan. Qizilni nega qizilni olib ketmasligi kerak? Chunki men shundan yaxshigina uron chiqara olaman qizil buff olganimdan keyin. Mayli endi. Bu yog'iga chidab turamiz, qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Lekin g'alaba qilishimizga ko'zim yetmay turibdi. To'g'risini aytganda, g'alaba qilishga ko'zim yetmay turibdi. Bu yerda tortib oldi. Nimaga tortdi bilmadim. Baribir o'lardi, lekin nimagadir tortib oldi Frankoyimiz. Bizda ham ping bo'lyapti. Qochib ketib qoldi Obsidiya. Afsuski tutib olamiz degan joyimizda. Bizning adakimizda ping bo'lyapti. Wi-Fi qotyapti. Pakito bizga agressiya qilmoqchi. Uroni ancha katta bo'lib ketibdi uni. Hozir mana ko'rdik uni.
Frankomiz nimagadir tupit qilyapti, ya'ni jinni emas. O'ynashni anaqa qila olmayapti, bilmayapti, to'g'risini aytganda. Hozir bu yoqda cherepaqani ola olmadik, voqtida smite bosib qo'ydim. Bunga qaramasdan hech kim kelmadi, faqat Frankomiz oldimizga kelib ketdi. Pakitoga juda katta farm berilgani uchun urug'ni juda ham katta chiqyapti. Chiqilib bizani qizilimizni olib ketishmagan bo'lsa bo'ldi, lekin olishayotgan ekan bu yoqda. Julaga ham aqlimiz yetmaydi hozir. Hop, bu yoqda ushlab oldi Juliani. Kill bersamikin desam, yo'q, yana Franko killimizni olib qo'ydi. Mayli deb mana bu yoqda даже ko'kimizni ham olishmoqchi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hamma buffimizga agressiya qilib tashlashyapti. Juda yomon. Oy, bu yoqda juda ham katta uron kelgani uchun o'ldim. Lekin Frankomiz hech narsa qilgani yo'q, bunga qarab turib. Mayli deb bolalar. Bu yoqda pikimiz slabi bo'lib qoldi demayman-ku, lekin shu Franko kerak emas edi bu yoqqa to'g'risi. Voy, juda ko'pchilik bo'lib kelishdi. Juda ko'p bo'lib kelishdi bu yoqda. Oho. Hop, bu yoqda o'zimiz kill qila oldik. Yo'q, bu yoqda Pakitoga agressiya qila olmaymiz afsuski, chunki u bizning jonimizni anchagina yeb tashlaydi. Lekin tutsa bo'ladi hozir. Hop, yana killimizni olib ketib qoldi Franko. O'zi meni killim emasdi-ku, lekin Lesnikka bilasizlar, kill berish kerak. Bermasa u farm qila olmaydi. Hop, o'rtada hozircha hop, bu yerda heal'larni minus qilib yubordik. Cherepaqani olishdi, chunki men cherepaqga chiqqanim yo'q. Mana bitta Jula keldi. Sekin qizil buffimga tushirsak-chi. Pastda Obsidiya bilan Nathan urushyapti. Hozircha Nathan yaxshi ketyapti Obsidiyani oldida. Bu yerda Pakitoni minus qilish kerak. Minus qilishga ozgincha qoldi. Leamord aylanib chiqyapti. Qani minus bo'ladimi? Gap yo'q, otini ham olib keta olmadi o'zi. Xo'p, Leamord bizdan, Pakito bizdan qochib ketyapti. Hop, bizga agressiya har doimgidek bo'lyapti. Bu yerda ulti qo'yamiz, lekin umuman o'lgani yo'q desam, yo'q, o'ldi u. Juda katta uron chiqyapti. Siklopdan ham, bu yerda Julidan ham. Hozir ko'k buffimni olib ketadi u. Lekin bunga yo'l qo'ymayman. Gap bo'lishi mumkin emas, o'ldira olganimiz yo'q. Bundoq qilamiz, o'ldirib yuboramiz. Franko, nima qilding? Smite berib yuboraman deb yog'iga chunki. Hop, bu yomon ketayotganimiz yo'q, bolalar, yaxshi ketyapmiz. Endigina yaxshigina farmimiz ham bo'lyapti, yaxshigina killarimiz bo'lyapti, lekin yutmasak bo'lmaydi baribir. Kill ko'p qancha bo'lsa ham, lekin baribir yutmasak bu yoqda foydasi yo'q. Mana bu yoqda zo'r ulti berildi va
Двойной qilishga menimcha anaqa qilaman bemalol. Yo. Kaditda Pranzaka bor ekan. Mayli deymiz hozircha, nima ham deymiz. Sekin borib Lordni olamiz endi. Hop, bo'ladi, olamiz Lordni. Lekin u yoqda Obsidian Leamortni o'ldirib yubora qoldi. Biz sekin Lordni olamiz endi. Valla video qotmayapti degan umiddaman. Chunki sal menda lag bo'lyapti. Voy. Hamma menga ulta berdi. Voy. Juda katta vampirizm bo'ldi-ku-ya, lekin voy, nega qochmadim bu yoqda mana? Nega qochib ketmadim? Qochganimda maqsadga muvaffaq bo'lardi. O'lmasdim. Bu yoqda Lordimizni qaytarib tashladi Obsidian, easy qaytarib tashladi, oson. Bu yoqda Nathan bizda push qilmoqda, push va solo degani uchun shunda kartaga qarasam, bashnalarni hammasini buzib tashladi. Nathan gap bo'lishi mumkin emas. Push kerak, bu endi push qilmasa bo'lmaydi valla. Push baribir kerak. Hozircha farim bo'yicha ozgincha orqada qolamiz, lekin mayli, nicho. Hech narsa qilmaydi. Yo'da qizil bufflarimizni olib ketibdi. Mayli deymiz. Ko'z yumib qo'yamiz bolalar, mayli. Juliyaga yig'amiz endi Shitafini. Yo'da o'zi bekor tortib ketib qoldi. Hop, yo'da bu yoqda o'zimiz xato qilganimiz uchun bizani hammamizni o'ldirib ketishdi. Bekor bordi. Pakito bilan Juli 8000, общий ular 8000 uron kiritib yuboribdi menga. Bu juda ham katta uron degani bolalar. Juda katta uron. Xo'p, bu yoqda Obsidianni olib keta olmadi Kaditda. Kaditda o'zi xato qilgani uchun o'ladimi? Ha, o'ldi mana. Kaditda senga kerakmidi? Yana Obsidian shit qo'yibdi. Yaxshi. Leamort deydi Kaditda. Nima qildi Leamort senga? Nimaga unga yopishyapsan? Hop, bu yoqda solo yurish kerak emas. Leamortda aybi bor bu yoqda. Ha, aytmoqchiki bu qanaqasiga 8 marta o'lib ketib qoldi endi. O'lish mumkinmi? 8 marta o'lish mumkinmi deyapti. Hop. Bizani ko'rgandan keyin qochib ketib qoldi Juli. Uni o'ldiramiz deb o'yladi, lekin hali unga aqlimiz yetmaydi. Hop, bu yoqda kiramiz. Kirsak bo'ladi, lekin hop, men bu yoqdan sekin quyonni beraman. Xo'p, yomon emas. Hozirgi bo'lgan ish zo'r bo'ldi. Naryoqda nega quvlab ketishdi bilmadim. O'zlariga jabr qilishdi anchagina. Lekin Leamort yaxshigina ish ko'rsatmoqda, lekin o'lib qoldi. Leamort, endi Lordni olishimiz kerak. To'g'risi, rang ko'tarish juda ham qiyin bo'lyapti. Voy, Kaditda. Obsidian uronini qaranglar. Video qotmayapti degan umiddaman bolalar, chunki o'zimda sal lag bo'lib turibdi. Pastdan qarash kerak, qaramasa bo'lmaydi.
Hop, bu yoqda pastda obsidiya push qilayotgan ekan. Tronga qarash kerak. Bu yoqda tronga qaramasa bo'lmaydi. Yaxshi o'ldirdi. O'ldirmaganda juda ham yomon bo'lgan bo'lardi. Hop, nagli lamanushkalik qilishyapti. Lekin menda smite yo'q edi bu yoqda. Lord olishgani ham ko'rmadim, to'g'risi. Bu yoqda men kirasi teramanmi deymanda. Juda katta shitni olyapti o'ziga. Bilmayman nima qanaqasiga. Juda katta shit olyapti o'ziga bu. Lekin bilmayman qanaqasiga. Hop, bu yoqda biz o'lamiz. Hammamiz o'lamiz, to'g'rirog'i. Shunaqa o'yinni boy beramiz. Brak maniyak bo'lib ketdi. 4 marta ketma-ket o'ldirgani uchun brak maniyak bo'ldi va yo'da tronimiz sinmoqda bolalar va biz mag'lubiyatga uchradik desa ham bo'ladi. Frankoni o'zi hech narsa qila olmasligi aniq. Tronni olishadi va bizni birinchi o'yinimiz mag'lubiyat bo'ldi, afsuski. Bu yoqda endi kimga aybni to'nkashishni ham bilmayman, to'g'risi. Yo'da farmga chiqib ketgan boshida Pakito hammani yaxshigina o'ldirdi va bu yoqda Zashita delar MVP ishladi. Bizda rangimiz Zashita bo'lib qoldi bolalar. Yomon emas, yomon o'yin bo'lmadi. Endi bu yoqda birinchi bo'lib aybdor odam boshida Leomord bo'ldi. Chunki Leomord Pakitoga farm bergani uchun Pakito ancha katta o'rin chiqarib, bizani anchagina qiynab qo'ydi o'roni bilan. Shunaqa gaplar bolalar. Birinchi o'yinimiz muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. Hop, bu kartadan bizga hech narsa tushmaydi, buni bilaman. Chunki bu omadsiz kavatda anchagina men uchun. Hop, bu yoqda bizga narsalar berishadimi? Olamiz, ikkinchi kartaga o'tamiz, ama bu yoqda yana bitta narsa ko'rib qoldim. 750 ta bilet berishar ekan bizga. Hop, bu yaxshi bolalar, qani. Pochtada narsa, klanda narsa kelgan. Olib qo'yamiz. Qani, videomiz necha minut bo'pti? 22 minut bo'pti. Hozir yana bitta kartka o'ynashim kerak. Bitta yulduz shiqchonasi olib ketishim shart va zarur bolalar. Bo'lmasam go deb boshlaymiz o'yinni. Yesicho mani akkauntim bolalar, nikim fazi, ID'imni ko'ryapsizlar. Bemalol duruzga tashlab qo'ysalar bo'ladi. Kim o'ynasa u o'yinni. Bemalol duruzga tashlab qo'ysalar birga o'ynasak bo'ladi. Ishqilib bu o'yin yutishimiz shart. Yutmasak bo'lmaydi chunki. Chunki har bitta o'yinda minusga kirib ketish va odam asabiga tegadi. Lekin bu yerda hech kim bosgani yo'q. Negaligini bilmadim. Hozir rangim legenda 4 bolalar, Mifchesga chiqqanman. Slavaga azincha qolgan, lekin qila olmaganman, chiqa olmaganman Slavaga. Inshaalloh bu sezonda Immortalga chiqish nasib qilsin deb aytib qolaman, bu sezon tugaguncha. Lekin Immortal ham qiyin anchagina. Yana kim bosmayapti? Bitta odam bosmayapti. Shu mana shunaqa odamlarni yoqtirmayman. O'yin buzuqchilik. O'yinni buzadi-da mana shunaqa odamlar, to'g'risi bosmasdan odamlarni kuttirib.
Yana bosishmadi, yana o'yinni topmadi. Bu yoqda kolleksiya. Dika personajlar. O'zbekistonda ham juda ham ko'p o'ynalyapti bu o'yin. Ko'ryapman bo'ldi. Agar hali ham o'tkazmagan bo'lsangiz, bu o'yinni o'tkazib qo'yishinglarni maslahat beraman. Anchagina zo'r o'yin. Bemalol bizni tashlasanglar, birga o'ynaymiz. Bizga yana les berdi, chunki lesni anaqamiz o'yinimiz ko'proq bo'lgani uchun. XP ham o'ynayman, u hozir ko'pincha les o'ynayapman. Men Lancelot o'ynamoqchiman. Bam berib qo'ymaylar. Ish qilib. Bizning ro'yimiz estes o'ynamoqchi ekan. Lekin yomon emas estes, lekin baribir bu pik emas, asosiy yani. Pik qilayotgan personaj emas. Frankoga beramizmi? Frankoga mayli beraylik-chi. Franko ham asabga tegadi to'g'risi. Swap'im olsa yaxshi bo'lardi lekin. Yaxshi. Obbo Minsitar. Bu ham asabga tegadi. Darius olmoqchi. Darius yomon personaj emas, lekin o'yinning oxiriga borganda anchagina slab, ya'ni kuchsiz bo'lib qoladi. Hop, Xavier pik qilishyapti. Endi bizning XP'miz nima pik qilar ekan? Lapu yomon emas. Lapu yomon emas, pik qilsa bo'ladi bemalol. Yaxshi. Hozircha pikimiz zo'r. Estes man bu olmasa yaxshi bo'lardi deb turibman. Chip olmoqchi. Chip ham yomon emas. Asosan Tigril olib bersa, juda ham zo'r bo'ladi, chunki Lapu bilan juda ham zo'r tushadi. Mana idealniy sochetание deb yozib qo'yamiz. Предлагаю героя. Tigril deb yo'da zo'r. Karmilla ham bo'ladi lekin. Mana personajni предлагать qilyapman. Bu yaxshi. Bu zo'r. Tigril bilan Lapu birga tushadi lekin anchagina. O X'ga ham bu yoqqa zo'r tushadi lekin. Bizda urg'on ham, kontrol ham juda zo'r bo'ldi. X'ga olgani qichiq bo'ldi lekin bir tarafdan. Endi baribir o'yinga bog'liqda hamma narsa. Obbo, Saber olmoqchi. Obbo, menga qarshi bu. Ishlaydi Saber. Nima bo'lganda ham mayli, olaversin-chi. Lekin juda ham asabimga tegadi. Obbo. Menga qarshi oldi bu. Istalik. Men endi birin-birin ketayotgan joyimda bitta sakratib qo'ysa, sakratishi, ultasi bilan sakratadi, o'ldirib yuboradi bemalol. Agar farmi mendan zo'rroq bo'lsa. Lekin men urg'onga termayman, gibrid qilib teraman Lancelotga. Ya'ni hit aralash urg'on. Saber Lucky Box, Hanabi Lucky Box. Yo'da Darius les ekan, Saber bo'lsa Rom. Bu yoqda 3 ta odamni kontrit qila oladi bemalol. O'shaning uchun oldi Saberni. X'yani, Xavier Imani bemalol kontrit qila oladi. Endi bu yoqda o'yinni ko'ramiz. U yaxshi ham lesga olmagan ekan. Agar lesga olgan bo'lsa, hammani asabiga tevoradi. Birinchi qizil buff urishdan boshlaymiz. Birimizni ochib olamiz. Hoppa qilib o'tib.
Shu birimizga qichiqdi, birimiz tugab qolmasa, vashi zo'r bo'ladi. Ksaverimiz bittada siklop o'ldirib yubora qoldi. Bu juda ham zo'r. Oy qochib qoldi, birim ketib qoldi meni. Bor uzr. Endi ko'kka boramiz. Birim tugab qoldi. Sirasi ADKga tushishga harakat qilamiz, chunki sirasi ADKga chiqish kerak. Chunki ularning ADKsi farm ola olmasa, biz uni voqtliga o'ldirib yuboradigan bo'lsak, u farm olmasa, keyin o'zimizga juda ham zo'r bo'ladi bu. Yo'da tem bo'l, Hanabi. Hop, zoltani olib ketib qoldi, tangani. Biz Cherepaqaga boramiz. O'ldirishgani bekor bo'ldi-da, hozir birim yopiq bo'lib qoldi. Afsuski. O'ldirishgani bekor bo'ldi-da. Mayli, bir tarafdan yaxshi, lekin birim perizaryatka bo'lib qoldi. Ya'ni KD bo'lib qoldi. Yomon qilishyapti bizanikilar. Yomonamiz, yaxshi ketamiz hozircha. Cherepaqani olib qo'yishga harakat qiladi. Hanabini o'ldirib yuboribdi bizani adakamiz. Bu yaxshi degani. Hop, o'ldirib qo'yamiz bundoq qilib. Flikidan ham ayrildi. O'zini ham o'ldirib yubora qoldik. Chiqishimiz kerak, tepaga chiqmasak bo'lmaydi hozir. Ultasini ochmagan ekan. Hozir ozgincha o'zim mana qilib qo'ydim. Hop, Darius shaytonlayapti. Hoppa qilib qochib qolamiz bu yerdan. Lapimizni o'ldirib qo'ydi, afsuski Minsitar. Yo, qochishimiz kerak. Bitta laynda uzoq turib qolsa bo'lmaydi baribir. Yomon ketmayapmiz hozircha bolalar, yaxshi ketyapmiz. Albatta video yoqadi degan umiddaman bolalar. Video yoqayotgan bo'lsa albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. O'zingizlarning fikringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiraverasizlar. Keyingi safar qaysi geroyda gameplay ko'rsatib beray. Xohlaganinglarni yozinglar, biladigan xohlaganinglarni yozinglar, o'shanda gameplay ko'rsatib beraman sizlarga. Hop, Cherepaqaga chiqamiz. Sekin ehtiyotroq bo'lib chiqamiz, chunki bitta o'zimizmiz bu yerda. Я не питаю симпатии к злодеям. Hop, mana perixvat qilib olib ketamiz. Lancelotni shunaqa qilishni yaxshi ko'raman, to'g'risini aytsam. Попробуй-ка вот это. Shunda borib ikki ishlatib turib perixvat qilib ketishni juda ham yoqtiraman. Hozir meni jazolashdi, bilaman. Bundoq qilamiz. O'ldiramiz keyin. Hop. Yaxshi. Lekin urum bera olmay qoldik. Bespodobni berdi bizga. Bizga dedim-ma. Tigrilga.
Bu juda ham yaxshi degani. Hozir bu yoqdan Душе buni. бойца прекрасное чувство. Справедливость торжествует. Hop, birimizni kidi bo'lsa ham mayli, farqi yo'q. Zato Hanabini o'ldirib ketib qoldik. Ваша команда Mana bu yerda уничтожила qizilni olib qo'yamiz uni. Bu yoqqa chiqsin. Жаждет крови. Ваша команда уничтожила башню. Yo, bekor olib ketib qoldi. Bu o'yinni iloji boricha tezroq tugatib yuborishga harakat qilishimiz kerak, chunki u yoqda ham Blade va giroylar bor, ko'p asabimizga tegib qo'yishi mumkin. Нужна помощь. Lapumizani u Отыгрыш. yoqda anchagina qiynab qo'yishyapti. Unga ham borishimiz kerak. Аплодисменты, господа. Lekin mana shu ADK taraflarda yuribman. Mayli, necha boramiz u yoqqa. Ishqilib Minsita push qolmasa bo'ldi degandim, men bu yerda Мой клинок. bahslarimni olib ketib Наша qoldi. башня была Voy 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 voy, ey, kelib qolganini qaranglar-da mana shu joyda. Voy 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 voy, ey. Minsitari qara. Kelgan joyini. Voy, men bu. Voy voy. Nima qilyapti bizani? Voy, hozir ishkal. Kontrol bo'ldi, qocharmikin lapu? Yo'q, qocha olmadi, afsuski. Hozir men Minsitar qo'liga tushmaganimda o'lmasdim. Мастерски. Menimcha уже Lord Cherepahani olib olishdi. Отступаем. Понятно. Bu yoqda hech kimda ayb yo'q, lekin men hozir asabim chiqdi ko'rishni etsam. Hozir borib Saber o'ldirib chiqsam bo'ladi, lekin ko'tarib olmasa agar degandim. Справедливость торжествует. Bilgandim ko'tarishini, lekin baribir o'lganim yo'q. Hop, tortib yordi, lekin yaxshi joyga tortdi, chunki Xga ham urum berdi yaxshigina. Hozir men bekor kirdim. Душе бойца. Kimdir bo'lganda aniq meni o'ldirib qo'yardi. Tepadan Lion swap qilgan Minsitar. Bu yoqdan push qilib yotibdi. Naborot ADKsi shunaqa ish qilish kerak, lekin o'ziga qopti. Voy, bu yoqda mana birimni berganim Жаждет крови. yomon bo'ldi. Нужна помощь. Voy 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 voy, ey. Союзник. Yomon qilishyapti-ku bu yog'ini. Bu yoqda hop, mana unga zo'r pozitsiya qilib qo'ydik va traynoy qivordi bizani X'yamiz. Bu juda ham zo'r bo'ldi. Одно целое. Unga zo'r pozitsiya yaratib berdik. Zo'r odamlarni to'plab berganimiz uchun u foydalanib bundan traynoy qivordi. Bu juda ham zo'r bo'ldi. Davomli bo'lsin mana shunaqa traynoy killa. Весь мир так далек Hozir от Lord'ni olishimiz совершенства, kerak. но только не я. В атаку. Hop, meni ko'tarib yubordi bu yoqda. Lekin meni ko'targani bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan yomon. Lordni ololmayman. Lordni hozir olishga xavfli bo'lib qoldi. Bitta narsa Saberni o'ldirib yubora qoldi keyin. Pastga maskirovka bilan tushish kerak emasdi. No, mayli necha. Hozir men bu yerdan Tigrildan bitta zo'r ulta ko'ramizmi degandim. Yo'q. Hammasi tarqalib ketib qoldi. Bitta odamga berildi ulta. Решающий контроль. Легендарно. X'yamiz juda ham katta perifarim bo'lib ketgani uchun yomon yorib tashlayapti. Gap yo'q, X'yamizga. Lekin anetda Saber kelib qolib, X'yani ko'tarib yubora qoldi. Bu yoqdan qochish kerak edi. Двойное Traynoy qilib tashladi-ya. убийство. Bitta Hanabini orqasidan Traynoy. Yaxshi emasdi. За мою любимую Адетту.
Menda qochishlar bo'lyapti bolalar degancha, chunki telefonim buzib keta qoldi. Birim tugab qolmasligiga e'tibor berishim kerak bu yoqda. Должна поклонница. Наша башня была уничтожена. Но рифмы Враг в ярости. Lapuni anchagina qiynab tashlashyapti bu yoqda. Men endi sekin bu yoqda turib Lordni Я chek не qilaman. питаю симпатии к злодеям. Hech kim urmayapti, push qilish bilan endi urushyapti. Нашу башню атакуют. Oz bekor bo'ldi. Bekor qildi. На помощь. Убийство в одиночку. У врага невероятное убийство. Враг неудержим. Нашу башню атакуют. Va bu yoqda Союзник убил лорда. Lordni men olib ketib qoldim. Meni foydamga ishladi bu. Наша башня была уничтожена. Отступаем. Bu bo'lsa juda ham zo'r bo'ldi. Meni xursand qildi o'zimni. Telefonim qochishiga qaramasdan bolalar, hozir Lordni o'zimni hisobimga yozib qo'ydim. Нашу башню атакуют. Bu vashti zo'r bo'ldi. Lekin hamma tarafdan push bo'layotgani uchun birinchi bosim tagida Злодеям. qolib ketyapmiz. Нужна помощь. Bosim tagida qolishimiz bizni o'ynamasligimizga katta ta'sir o'tkazadi. Аплодисменты, Следуйте за лордом. господа. Следуйте за лордом. Следуйте за лордом. Доминирует. На помощь. Двойное убийство. Серия прервана. Тройное убийство. Hop, yaxshi traynoy bo'ldi. Endi sekin mana bu yerdan push qilib yuborishga to'g'ri kelyapti. Push qilamiz. Ваша команда уничтожила башню. Уже бойца. Oxirgacha push qilib qo'yish kerak edi, lekin nari Ваша kanada chiqib команда qoldi bu yoqda. уничтожила башню. Lekin pastga qarash kerak baribir. Bo'lmasam bo'lmaydi. Весь мир так далек от совершенства. Birimni yana kadaga tiqib qo'ydim o'zim ahmoqligim uchun. Lekin o'rtaga olishyapti. Bu ay. Juda ham yomon qotish bo'lyapti. O'shaning uchun unchalik o'ynamayotganligim bo'lishi mumkin va bu yoqda Lapu ultasini umuman boshqara olmas ekan. Hozir yaxshi ish qildi, lekin ultasini noto'g'ri bergani uchun yomon bo'ldi-da shunisi. Lapu ultasini umuman boshqara olmas ekan. Va hech kim qolmadi bu yoqda. Lapuni-da, Lapu. Lapu ultasini boshqara olmasligi shunaqangi o'ziga alam qilyaptimi bilmadim, lekin menga yomon alam qilyapti. Варварами я не пролью и капли своей крови. Lapu-ya, Lapu. Hozir olib ketardi shu Minsittarni. Чтобы стать героем, мне Lekin u пришлось jinni boshqarishni bilmayapti. Jinni chunki jinni. Geroy yaxshilab o'rganib chiqmaydi-da. Yaxshilab o'rganib chiqqanda bunaqa ish qilmasdi mana bu yerda. Buni yig'ganimdan ko'ra Zoltanning seriya yoqqani yaxshi. Нужна помощь. Убили врага. Двойное убийство. Ikkisiyamiz o'lmadi, yaxshi ham. Нужна помощь. Lordni olamiz, Lordni. попробуй-ка вот это. Лорда. Это было Hop, невероятно. endi push qilishimiz kerak menimcha. Push qilmasak bo'lmaydi. Одна поклонница писала мне сонет. Ваша команда уничтожила башню. Враг убит. Враг убит. Бесподобное танкование. Великолепная игра. Следуйте за лордом.
Hop, bu o'yinni menimcha bolalar yutdik, inshaalloh. Qani, bitta ko'raylik. Серия убийств. Va bolalar, bu o'yin bizani g'alabaga erishdik do'stlar. Mana bitta mag'lubiyatdan keyin yana bitta pobeda boshqacha ketar ekan, ya'ni yutish MVP o'zimda. Absolut nima deydi? Solo match Lancelot'da MVP oldik bolalar. Boyaga Mastian Fredringda MVP oldik, lekin unda yutqizgan edik, shuning uchun unchalik bo'lmadi yaxshi. Bu yoqda MVP oldik bolalar va biz g'alaba qozondik. Bu juda ham zo'r. Mana shunaqa qilib bolalar ikkita o'yinimizni ham o'ynab oldik. Gapimda sal chalkashliklar bo'lyapti, bu uchun uzr. Bolalar, bo'lmasam ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, sog' omon bo'linglar. Kirib kelayotgan yangi yilinglar bilan tabriklayman. Sog' omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr do'stlar, tugadi.